Assalomu alaykum, hurmatli Bekobodliklar. Mana hozir 12 mikrorayon, ya'ni Gurbanson oldi svetoforning oldida biz. Mana shu yerlar bilsalaringiz oldin qaqshab, toshloq bo'lib, bir nihoyatda bir xunuk bo'lib yotardi oldinlari. Bir 5-10 yil avval, 10 yil avval menda Alloh alam. Hozir qaranglarki, nihoyatda bir chiroyli bo'lib, mana bu yerlar yo'laklarimiz, qizil yo'lak, oq yo'lak deymizmi endi. Gullar ekilgan. Bekobod shahar obodonlashtirish toza hudud tomonidan. Mana bunaqa yo'laklar qilingan. Oldin shahar tosh bo'lib yotardi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan, prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan hamma joyga daraxtdek ko'kalamzorlashtir degan gaplari bilan Bekobod shahrimiz ham gullab, yashnab bormoqda. To'g'ri, kechagi boshqa videolarimizda ham ko'rsatgan joylarimiz, albatta qurib borayotgan joylarni ham ko'rsatganmiz. Albatta unga joyida bir kun ichida chora ko'rilib, suv quyilgan holatini ham bildik, ko'rdik. Bu yer mana ancha daraxtzor, dam olib o'tiradigan joylari bor, urnalar bor musor tashishga. Lekin dilni xira qiladigan joylari ba'zi bir farosati kamroq odamlar deymizmi, nima deymiz, o'rnaga tashlamasdan lato ichiga musorni tashlab ketadi. Madaniyatsiz odamlar deymiz bunaqa insonlarni, endi bilmadim nima deyish kerak. Men nima demoqchiman? Bu yerda mana osmon o'par binoyimiz Bekobod shahrida qad ko'targan. Mana Bekobodda anchadan beri bo'lmagan azizlarimiz uchun salomatlik yo'lagi oldin bormidi bu? Svetlar qo'yilgan boshidan oxirigacha. Bu yerlar mana polni daraxtzor bo'lgan, oldin nihoyatda bir xunuk bo'lib yotardi, qaqshab. Aziz obunachilar, mana bu yerga ham gul ekilgan, svetoforimiz atrofi, ya'ni Bekobod shahrimizga mehmonlar kelib ketganda mana shu yerdan glavniy yo'l o'tadi. Chiroyli bo'lib turibdi. Mana yoqda mana Motamsona ona haykali, bu yoqda mana osmono'par binolarimiz bir-biridan bo'yi baland bo'lib bo'y cho'zmoqda. Hamisha jonlaringiz omon bo'lsin. Ilohim yaxshilikni to'xtamaylik hammamiz ham. Like bosib, qo'llab-quvvatlab kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat e'tiboringiz uchun.